Assalomu alaykum, hurmatli guruhdoshlar. Mana yana bir obyektimizni boshladik. Bugun 2026-yil 2-yanvar ishni boshlaganimizga. Obyektimiz Baxmalda. Mana tog'ning o'rtasidamiz. Tog'lar. Ishga qaytamiz. Obyektimiz penoblokdan. Mana hozir penoblokka bazalt qotiryapmiz. Penoblokka sim bilan boylaymiz rekalarni. Bazalt hamma ham bilsa kerak. Gazoblok, penoblok, shinaka blok, shunaqa narsalarga bazaltlar juda zo'r bo'ladi. Rekani mix bilan qotirib bo'lmaydi, shuning hisobiga sim bilan qotirib chiqqanmiz. Ichkari remont bo'lmagan, agar remont bo'lgan bo'lsa, sim bera olmaymiz. Remont buziladi. Qishki pagoda o'ta zo'r. Manzara juda chiroyli. Xudo xohlasa endi bitganda videosini tashlayman.